Otam Allohning baytiga tashna holatda kelolmasdan vafot etdi deb mana shu voqeani Chortoqlik qor akamiz bizga yig'lagan holatda aytib berdi. Chortoqda otasi ham masjidda xodim bo'lib ishlagan, bu qor akamiz ham hozir o'zi ham masjidda xodim bo'lib ishlaydi. Ya'ni yo'lboshchi bo'lib umraga keladigan bo'ldi. Va bizga ergashib boradigan odamlardan biri uyimizga kelib, "Falon kuni umraga ketamiz. Ehromni qayerdan olsam bo'ladi?" deb so'rasa, "Uyimda bor hozir ehrom olib chiqib beraman" deb deydi, uyga kelib ehrom olib chiqib deydi, berdim hali kishi. Uyga kirsam, onam yum yig'layapti deydi. "Ke onajon, nimaga yig'layapsiz? Nima bo'ldi?" deb so'rasam, "Bolam deydi, otangiz deydi, bir necha yil masjidda xodim bo'lib ishladi. Sizlarni o'qitdi, tarbiya qildi, qo'lidan kelgancha harakat qildi. Allohning baytiga qalbi tashna edi, borolmadi. O'chirti kelsa puli bo'lmadi, puli bo'lsa o'chirti kelmadi. Mana shunday holatda otangiz vafot etib ketdi. Lekin otangiz Allohning baytini shunaqa yaxshi ko'rardiki, kim haj qilib yurtga qaytsa, borib ziyorat qilardi deydi. Ehromingizni Ka'badan olib keldingizmi, olib kelmadingizmi deb so'rardi. Olib kelgan bo'lsa, olib ehromingizni bering deb turib, hali iplaridan tortib chiqarib olar ekan. Ehromni iplaridan olib, qo'lida siqimlab olib kelib, ko'zlariga surkab, "Bu Ka'baga tekkan ehrom, Ka'baga tekkan ehrom" deb yig'lab, uyga olib kelib, xaltaga olib kelib to'plar ekan. Har qalay ancha xaltada to'plab qo'ygan ekan. Uni bag'riga bosadi, goh-gohida kirib, yuziga surkaydi, Ka'baga tekkan ehromlar deb shu darajada ulug'laydi ekanda, Hojona buni yig'lagan holatda aytib beryapti ekan. Qor akamizga. Bir kun deydi, uylarni tozalaydigan bo'ldik, haligi xalta osilgan holatda ekan. Qor akamizni akalarini ayoliga Hojona aytibdiki, "Uylar tozalab qo'ying, oshcha narsalarni olib chiqib musorga tashlang" deb. Haligi ayol uylarni tozalaganda haligi xaltani ham olib chiqib tashlab yuboribdi-da. Rahmatlik Qor dadamiz uyga kirib, haligi xaltani yana doimgidek bag'rimga bosib, "Ka'bani sog'inib ketdim" deb yuzimga surtaman deb kirsa, xalta yo'q ekan. U yoqda istagan, bu yoqda istagan, Hojonamizdan so'ragan, "Haligi xalta qani?" deb. Istab topolmagan. Hatto deydi, Qor aka aytib beryapti, "Otamning rangi deydi o'zgarib ketgan" deydi. Uyda istab 2 soat tizzalab deydi, ahlat tityapti deydi. Voy, u ehrom deydi, Ka'baga teggan ehromni iplari edi u. Men o'zim borolmasam ham ashuni qalbimga bosib taskin topardim. Qani u deb deydi, 2 soat deydi ahlat titdi. Tizzalagan holat. Shomga azon chaqiruvdi, keyin turib shom o'qidi deydi. Har uyga kirganda "Podshohon topilmadimi?" deydi. Goh-gohida endi yosh katta odam bu yoqlarda qarab istab qolar ekanda ko'zida. Mash holatda deydi, 6 oy dadam deydi istadi deydi. Hatto bemor bo'lib qoldi deb o'zi yig'lagan holat aytib beryapti. Hojona aytayapti-kanki o'g'liga, "Qori, sizni har oyda kerak bo'lsa borib kelayotgan bu umringiz otangizning duolarining ijobati. O'zingizni o'ylamang, men har doim borib kelyapman, Alloh bir yoqqan tarafi bordir demang, chunki otangiz borolmasdan qalbi talpingan holat o'tib ketdi. Odamlarga ehromlarni berib yuboryapsiz. Borib ana shu joyda hojilarning xizmatini qilyapsiz" deb o'zi bizga yig'lagan holatda aytib berdi. Mana bu joyda yurgan hoji akalarimiz, ya'ni Makka da, Madinada xoh taksiz bo'lasizmi, xoh eli boshi bo'lasizmi, qanaqa holatda bo'lsangiz ham bu joyda qadriga yeting. Bizi yaxshiligimiz uchun bu joyda yurmayapmiz. Biz haligi ota-bobolarimiz qalbi tashna bo'lib bu joyga kelolmay vafot etib ketgan. Men kelolmasam, farzandlarim, nevaralarim Allohim ashlarni yetkazgin deb duo qilgan ijobati uchun siz biz hozir mana shu joyda yuribmiz.